Assalomu alaykum hammaga jigarlar, qalaysizlar, zo'misizlar, yaxshimisizlar? Bugungi analizimizdan ham boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, haftalik, ya'ni dushanba kuni haftalik har doim. Haftalik bizada narx yopildi impuls bilan va resistance breakout. Xo'p, bizada narx pastga kelib turib, dal tepaga qarab ketishi mumkin yoki bu yoqqa chiqib turib pastga qarab yurishi mumkin. O'shaning uchun bolalar, biza haftalik zonalar, haftalik yo'nalishlar juda ham katta bo'lgani uchun zonalarni qisqartiramiz, lekin haftalikda prosta yo'nalishni ko'rib olamiz xolos, qaysi zonaga yaqin va qaysi zonadan uzoq. Bundan keyin bizani eng qiladigan ishimiz kunlik. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bizda narx kunlik resistance zonamizning ichida hali ham narx. Men o'shanda aytuvdimki sizlarga narx chiqadi deb. Bu zonaga chiqadi, razvorot bergandan keyin atkat ham bir 500-600 pipsga yaqin ishlab bergan. NFP'da otib berishi mumkin dedim, otib berdi. Hamma narsa bo'ldi. Xo'p, bu yerdagi holatimiz, misol, kunlik zonamizning ichidan razvorot bo'lish kerak dedim. Men kunlik zonani hozir men bunda ko'rsataman. Kunlik zonamizning ichidan razvorot bo'lish kerak degandim. Mana shu zona va tepa zona. Tepa zonamiz. Xo'p, razvorot qanaqa bo'ladi o'zi, qanday bo'ladi? Kuzatamiz. Va bizada ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kunlik zona range break, to'g'rimi? Qachon narx tushib ketsa, keyin yana dalchi bay ketishi mumkin yoki bu yoqdan bizda narx ozgina chiqib turib, keyinsiga razvorot yana dalchi sel ketishi mumkin. Xo'p. Kunlik zona ichida 1 soatlikka qaraydigan bo'lsanglar, 1 soatlik mana bizda razvorot berdi. Zonamiz ichi 80 gacha, 82 gacha zona dedim. Razvorot berdi va razvorotdan kirib olsa bo'lardi kichkina time frame'da. Boom, oqib berdi to mana bu zonagacha. NFP da masalaga narx chiqishi mumkin shu zonalarga deb belgilab qo'ydim qaysidir zonalar. Va bizda mana kunlik zonada yana narx dalshi pastga qarab ketyapti. Hozir mana bu zonaga kelsa, mana bu zonadan reaksiya olsa bo'ladi, savdo qilsa bo'ladi, ob'yomni ko'rib. Va bu zonalardan обязательно savdo qilib ko'rsa bo'ladi. Tushundinglarmi? Hozir zonani belgilab qo'yaman sizlarga, risk qilmoqchi bo'lsanglar. Mana bu zonadan kichkinacha risksiz bo'ladi, ko'rib olish kerak. Norm zona va mana bu zona. Bizda asosiy risk qilmoqchi bo'lsanglar savdoga. Ikkita. Birinchi narx kelsa, buy, bu yerga kelsa, buy. Esingizda tutinglar, har doim 1 soatlik. Faqat shu hozircha bizda aniq bir yo'nalish yo'q. Menda ko'rib turganingizdek, buy'im ham turibdi, bu yerdan olganim. Sellarga ham kirib oldim bu yerdan. Pozitsiyalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar, ishinglarga omad, savdoinglarga omad.